Assalomu alaykum. Mana bizni kavraga ishqibozlar kuzatib borayotgan mana To'xtamurod aka ustozimizga kelganmiz. Ulijon Ko'kiston urug'larini ko'rsatamiz deb. To'xtamurod aka, mana urug' olaman degan akalarga nima deysiz? Mana xudo xolasa Dehqonobod Ko'kiston Ulijon urug'larimiz originali mana ukamiz o'zi mana guvoh bo'lib turibdi. Xudo xolasa mana xaltalangan, tayyor, elangan mana xudo xolasa mana bu yerdan ko'rsatdim. Mana bu klientimizga to'kib ko'rsatganmiz holati. Mana shunaqa mana urug'lar. Elakdan o'tgan. Mana elakdan o'tgan urug'lar. Katta-katta cho'plar ajratib tashlangan mana. Urug'lar zo'r ekan, elangan. Cho'plar ajratib tashlangan, elangan urug'lar xudo xolasa. O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz xudo xolasa. Mana shu Omar ukamizdan bilan birgalikda nasib xudo xolasa qayerga bo'lsa dastlabki ham qilamiz. Mana nasib xudo xolasa xaltalab qo'yibmiz. Bu uyga zakaz bilan olib kelgan urug'larim yana Dehqonobod iskratlarimizda yetarlicha bor. Kimga qancha bo'lsa xudo xolasa yetkazib beramiz. Kelishgan narxini kelishib olamiz. Bozorga qarab yer narxida bo'ladi xudo xolasa. Bemalol chiqib murojaat qilishingiz mumkin. Urug'imizga javob beramiz xudo xolasa. Men o'zim turib beraman, nasib xudo xolasa. O'tgan ham qancha joylarga sotganmiz, hammasi yuzlarimiz yorug' shu. Mana bugun bir aka xonimiz 20 kg bir og'aynisiga tayinlagan ekan. O'sha akamizni yana o'ziga 40 kg jo'natamiz nasib ertandan. Hozir og'aynisiga telefon orqali 20 kg tayinlagan. Mana shuni hozir taroziga qo'yib, xudo xolasa pochtaga jo'natmoqchimiz. Nasib kimgadir shu urug'lardan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Mana ukamiz o'zining nomerlari, men nomerlarimni pastda qoldiradi. Bemalol chiqib murojaat qilsangiz bo'ladi. Urug'ga javob beramiz, garantiyasi bilan xudo xolasa. Bilmaganlarga ham ekib, qo'lni hammasini o'rgatib ekib beramiz. Ekib ham beramiz. Yigitlarimiz bor ekadi. Masalan, shaxsan o'zim ukam olib borib eksa ham, ulgura olmasak, o'zimizni yigitlarimiz jo'natamiz, mutaxassislar borib ekib berishadi, xudo xolasa. Chiqishiga 100% garantiya beramiz. Bizdan olgan, qo'limizdan olgan urug'larimizga javob beramiz. Lekin To'xtamurod akaning urug'i deb ikkinchi, uchinchi qo'ldan olsangiz, unga javob berilmaydi. Faqat o'zimizni Bomuratga meni qo'limdan olsalaringiz, o'sha urug'ga garantiya berib beramiz, xudo xolasa. Charchamangiz, sog' bo'ling. Salomat bo'ling aka.